Erni tashab ketgan ayolda umuman hayotida ro'shnolik ko'rmaydi. 100% javob beraman. Dunyoning eng tadbirkori bo'lsin, eng ishbilarmoni bo'lsin, 1-2 bo'lib kosasi ko'karmaydi. Chunki Alloh taolo halol qilib bergan nikohni, halol qilib bergan juftini tashab bu yerda pul topaman degan ayol bormi? Boshi hasratdan, boshi g'amdan bu yoqqa chiqmaydi. Chunki Alloh taborak va taolo topish tutishlikda erga barakot berib qo'ygan, erga bog'lab qo'ygan barakani, ayolga baraka bermagan. Biz musulmonmiz. Hozir musulmonlarda eriga xiyonat qilayotgan ayollar yo'qmi? Hech kim qilmayaptimi? Hamma sharmi hayoda, iffatda eriga sadoqat bilan o'tiribdimi? Yo'q birodarlar. Qancha ayollar buzuqchilik yo'liga kirgan. Oilasini buzgan. Oilasini tashab ketgan. Nima qilyapti? Yaxshi bo'ldimi? Yaxshi topyaptimi? Aytgan degan bo'lyaptimi? Birortasi bo'lmaydi.